Ko'pchilik yaxshimisizlar? Ilgari psixologlar mandaq bir tajriba yapgan. Ya'ni shu Hollywoodniki danliq grimchik ustamlarni ishlatib bir guruhga bolalarga grim qilgan. Ya'ni shu pichoq yuzini tilib etgandek bir grimni xuddi nima arsallar haqiqatan tilib etgandek bir grimning shaklini chiqarganda. Shundan bilan avval ularga shu aynak ko'sib qo'ygan. Shunday bir grim qildik. Sizlarda sirtqa chiqib odam ko'p ko'chada mang'islarda. Şunlar bular şiştin çıkıştın ilgiri hamda bu balalarga bildirmey bu aynakni aytibchi. O yuzidagi grimni surtib etgan. Shunlar bular shu odam avat ko'chaga chiqib bir qatam aylanib chegan. Aylanib chegandan keyin har bir aylandan qanaqa his qildingiz deb so'g'a vaqtida ularning hammasi va hammadanning ko'zi bizdilan bo'ldi. Bizga ham tikilib qaradi. Hammadan bir xil bu bizningki nihoyatda bir xil qo'rqinchli yarimizni ko'rib mandaq bo'ldi deb o'zininki his qilganini degani. Amaliyotda nima arasanglar bularninki chiroyli hech nima yo'q. Chunki u chiqishdan burun bular bildirmay nima qilayotgan. Lekin ular nima arasanglar meningki yuzimda shunday bir yari bor deb o'ylab olg'achqa, shu yardan shakli bor deb o'ylab olg'achqa bola boshqalarning hammasi menga diqqat qildi. Boshqalar hammasi menga qarab, menga bir xil boshqasi nazarda bo'ldi deb o'ylab olgancho. Naq bu mengimizningki nima arasanglar, odatda bizningki bir oldi etgan bir nimasi hisobda bir bug. Hesapta lovdun demdoq bir yuchoq. Shunga o'xshash ham amaliyot bizning kunlik turmushdimi? Shunga o'xshash nurg'un shu biz o'zimiz o'ylab olgan, lekin amaliyot yo'q narsalar bizni bearam qilib yuradi, bizni azoblab yuradi do'stlar. Yaqinda bir inimiz men uchur qildi-chu, muallim maqatim men shu oliy maktab imtihonidan yaxshi numar ololmagan, yaxshi bir maktabga borolmadim. Shuning bilan uydagilar, sirtqa chiqsam boshqalar hammasi men qarayotgandek. Hammasi meni bir xil zanglik qilayotgandek, bir xil bearam bo'lib ketib borman dedi. Naq men shu hikoyani shu baliq deb berdimda. Amaliyot bu nima arasanglar bizningki shu mingimizdagi bir axlat bo'lgan bir uchurlarda hamda axlat bo'lgan bir xiyollar. Shunlashqa bu narsani qanaqa o'tish kerak desanglar do'stlar, yo'qda o'tish kerak. Shunlashqa nurg'un kishilar bek shu 100 obro'yim deb bekchiq ko'ngil bo'lib oladi. Boshqalar nim deb qolar, boshqalar nim deb bir ahamiyat yo'q ishlar uchun qanaqa arasanglar boshqalarning nim deyish shunchalik muhimmi? Boshqalarning qanday baho berish shunchalik muhimmi? U muhim emas do'stlar. Hayotning ahamiyati nada desanglar, haqiqiy o'zinglar bo'lish. Tushunamizmi? Hayotning ahamiyati nada desanglar, haqiqiy o'zinglar bo'lish. Hargiz boshqalar manda deganlik uchun mandaq bir odamga aylanish emas, balki nima desanglar, shu qalbingdagi haqiqiy bo'lmoqchi bo'lgan o'zinglarga aylanish. Naq o'zinglarga aylangan vaqtida boshqalarning ta'siriga uchramagan, shunga o'xshash bug, shunga o'xshash bir yo'chiqilning ta'siriga uchramaganda, xiyoliy xato bo'lgan sizlarning ta'siriga uchramaganda, uning lekin haqiqiy o'zinglar bo'la olasizlar. Onun için sizler yaşayışınınki ma'nosini, ahamiyatini onun için topa olasizlar.